Hurmatli hamkasblar, mana tungi smena davomida mana sizlar bilan tekshiruv jarayonida sizlardan ko'p savol tug'ilyapti. Tormoz ichak uzatmalari nechi turga bo'linadi? Yuk vagonlarda ikki xil tormoz ichak uzatmalari bor. Simmetrik hamda nosimmetrik. Simmetrik vagonda ramasining osti qismida joylashgan tormoz qurilmalari, nosimmetrik ham vagon ramasining ustki qismida hamda ostki qismida joylashgan. Ular 5 turga bo'linadi hozir. Oldingi yo'riqnomalarimizda ekspluatatsiyalarda vagonlarga texnik xizmat ko'rsatish 808/2022 yangi chiqqan, lekin 2009-yilgisida 3 xil, hozir 5 xil turga ega bo'lgan. Birinchi turi richak uzatmali. Mana richak uzatmali. Ko'ryapsizlar mana. Upori avtoregulyatorga upor orqaga tegadi, katta zazor bor. Ikkinchisi stержень uzatmali. Mana stержень uzatmali turi. Bu yo'lovchida, refleksiya vagonlarida ko'p uchratiladi. Uchinchisi bunker turdagi deymiz, bu ventil uzatmali bo'ladi. Endi yana ikkita qo'shilgani поперечный simmetrik vagonning ostida joylashgan. Bunda ikkita tormoz silindri, ikkita avtoregulyator bor. Zatyashkani olib tashlagan. Hamda ortki gorizontal ichaklar uzun bo'ylama tiyaga yo'q. Ikkinchisi nosimmetrik поперечный bunker turidagi vagonlarda unda bitta narsa yo'q. Nima yo'q? Zatyashka tiyaga yo'q. Bunkerlar orasida mana zatyashka tiyaga o'tgan shu narsa yo'q. Endi поперечныйga o'zgarishlarni qarang. 65-81 avtoregulyator. Bu yangi avtoregulyator bo'lib, vint mana vintimiz bor mana. Shu vintgacha 50 mm qoldirib bitta o'yib qilingan. Avtoregulyatorning orqa tomonida 15 mm ga bitta o'yib qilingan, hamda 25 mm ga bitta o'yib qilingan. Bu 50 mm dan kichkina kichayib qolsa o'sha o'yibga qarab turgan bilasiz, yoki katta 15-25 bo'lish kerak, o'shanga qarab turgan bilasiz. Endi RTP 300 yoki 65-81 avtoregulyatorlarimizda agar kasseta adapterli bo'lsa, uprugi element deyiladi. Shu narsalar qo'yilgan bo'lsa, katta ayimiz 20-40 mm, shtodi полностью движение торможенияda 50-100 mm, pog'onalikda 40-80 mm. Endi yana поперечныйlarimiz bor haligi, o'zimiz vagonlarimiz esta prujinali roliklar bilan jihozlangan. Ularda katta 15-25, shtod chiqishi 25-65. Endi o'sha kasseta adapterli bo'lsa 25-75 mm bo'ladi. Cho'yantoqga qo'yilgan bo'lsa-chi, shtod chiqishi qancha bo'ladi? Cho'yantoqga qo'yilgan bo'lsa, shtod chiqishi 30-90 mm bo'ladi. Endi yo'lovchi vagonlardan savol tug'ilib qolishi mumkin. Richak uzatmalari. Yo'lovchi vagonlarda faqat vagonning ostida joylashgan tormoz qurilmalari bu simmetrikga kiradi. Faqat tambirda nima bor? Qo'l tormozi bor. Bu havo bilan ishlagan stop kiradi. Bu kupelarda ham bor. Qo'l tormozi qayerda ekan, tambirda ekan. Ikki xil bo'ladi. Richak uzatmali hamda stержень uzatmali bo'ladi. Bunda agar richak uzatmali bo'lsa, mana richak uzatmali, katta ayimiz kompaksion korotkada tarasidan qat'iy nazar 25-45 mm. Cho'yan korotkada tarasidan qat'iy nazar 50-70 mm. Endi stерженьli bo'lsa, hozirgi barcha yo'lovchilarimiz stержень uzatmali vagonlar bo'lib, kompaksionli korotka bilan jihozlanib, tarasi 53 tonnadan 65 tonnagacha bo'lsa, katta ayimiz qancha bo'ladi? 100-130 mm bo'ladi.
48 tonnadan 52 tonnagacha katta ayimiz 120-150 bo'ladi. 42 tonnadan 47 tonnagacha katta ayimiz kompassionika o'tgan aytyapman 140-200 mm bo'ladi. Mana 200 mm dan deb yozib qo'ygan. Endi chuyan korotkadachi. Chuyan korotkada tarasi 53 tonnadan 65 tonnagacha bo'lsa 90-110 mm bo'ladi. Agar tarasi 48 tonnadan 52 tonnagacha bo'lsa 90-135 bo'ladi. Agar tarasi 42 tonnadan 48 tonnagacha bo'lsa-chi, qancha bo'ladi? Qancha bo'ladi? Buni eshitmagan mahal. 130-150 mm bo'ladi.